Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimisizlar, yaxshimisizlar. Bugun 11-dekabr, haftani payshanba kuni. Bugun savdo qilayotganimizning 4-kuni hisoblanadi. Bugungi savdolarga keladigan bo'lsak, bugun ya'ni aytaylik kecha 10 bo'lgan bo'lsa, undan keyin soat 12 dan keyin chislo 11 bo'ladi. Bugungi kun uchun biz 11 ga o'tgandan keyin soat 12:20 larda zelka ochganmiz. Sababi kundan kunga o'tganligini hisobiga, to'g'ri broker holatida kundan kunga o'tmagan, lekin bizning holatimizda kundan kunga o'tgan. Shuning uchun ham 11-chislodagi savdo kunimizni birinchi savdosini soat 12:20 da zelkaga ochganmiz. Bittada o'zimizning impulsimizni, ya'ni o'zimiz foydamizni olganmiz va undan tashqari bugun ertalab ham moment bo'lganda, ya'ni kunlik ertalabki kunlik holatida bugungi holatda ham o'sha olamizmi yoki o'sha olmaymizmi, shu narsani ko'rish uchun ham ertalab ham savdoga kirganmiz. Ertalab savdoga kirib, ertalabki holatimizni ham olib chiqib ketganmiz. Xudo xolasa buni o'sha rilsga qo'yamiz. Rils davomida hammasini inshaalloh ko'rsatib bo'ladi. Hamma narsa как положено tizim holatida ketyapti. Bu tredda, ya'ni bugungi tredda biz ikki marta savdo qilib qo'yganmiz. Sababi o'sha 12 dan keyin, kechasi o'tgandan keyin o'sha soat 12:20 larda yaxshi pozitsiya bergan, o'sha pozitsiyani qo'yib yuborishni xohlamaganmiz. O'sha pozitsiyada o'sha minimalniy risk bilan savdoga kirganmiz. O'sha savdo tochkalarining stoplari, tepalari hammasi videoda ko'rsatilgan. Xudo xolasa videoni ko'rib, o'zingizlar uchun xulosa chiqarsanglar, o'zingizlar uchun saboq chiqarsanglar bo'ladi. Inshaalloh buni videosini joylaymiz. Videoni joylaganimizdan keyin o'sha yog'ini xudo xolasa ko'rib olsanglar bo'ladi. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, kuninglar xayrli va barakatli o'tsin. Ela desce, ela sobe, no baile é pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Vai quicando, vai jogando, não perde a razão. No batidão, só pura tentação. Ela desce, ela sobe, no baile é pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Ela desce, ela sobe, no baile é pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Ela desce, ela sobe, no baile é pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Vai quicando, vai jogando, não bate a razão. No batidão, só pura tentação. Desce, ela sobe, no baile é pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Desce, ela sobe, no baile. Hammaga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimisizlar, bugun 11-chislo. 11-chislo kuni kecha payt soat 12:30 da уже 12 dan keyin bilasiz 11 ga o'tadi. Ancha yaxshi pozitsiya berdi. Kecha payt hamma pozitsiyalarni oldik. Buni videosi ham bor, qo'yamiz. Endi bugun ertalab soat 9 larda yana ideya qildik, ya'ni 8:47 larda va savdoga kirdik. Mana bu ikkita stop oldi. O'tganlarda ikkita stop. Mana bu ikkalasi tepa oldi. Buni ko'rsataman. Mana nimaga o'zi videoda tepa mana bu joyda turadi. Ya'ni mana bu joyda turadi. Bozor M5 da yopilishini ko'rgandan keyin mana сделка mana bu yerda ochilgan. Birinchisi mana ko'rib turganingizda birinchi stop mana bu joyda ochilgan bo'lsa, sal noto'g'ri qo'yilgan hisobiga mana bu joyda stop yechib ketdi. Keyingi ideyalarni amalga oshirdik. Ya'ni konkretni tasdiq bergandan keyin ideya amalga oshirildi. Mana bu joyda ko'rib turganingizda chiqib ketildi. Birinchisi mana bu joyda tepa edi, birinchi tepa, ikkinchi tepalar o'sha tepada edi, boya ko'rsatgan joyim edi. Lekin bozor mana bu bozor yopilishi bilan chiqib ketishga qaror qildik. Sababi bozor orqaga yana tushish
qaror qildi, ya'ni orqaga nazorat olishga qaror qildi. Mana ko'rib turganingizdek, bozor уже orqada yuribdi. Mana pastga yana dalish tushib ketdi. Agar men hozir bu joyda tepani yechmaganimda, bozor yana pastga tushib turardi. Ya'ni men hozir agar mana shu joyda stopimni qo'yganimda, hali stop qolmadi, lekin bu stop hozir oladi, yechib qo'yadi. Bu bugungi holat bo'yicha, ya'ni ertalabki holat bo'yicha. Mana bu esa kechagi holat bo'yicha, ya'ni kecha 12:30-12:40larda ochilgan сделка hisoblanadi. Bu сделкamizni adashmasam M3 holatida ochilgan. Mana M2 holatida ochilgan. Birinchi tepa, ya'ni mana bu zonagacha bo'lgan. Mana bu joygacha bo'lgan. Keyin videoda bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Tepani ham aniq belgilaganman, lekin men o'zim u joyga tushamadim. Sababi menga kerak emasdi. Foyda shundan ham beshinlik bo'lib ketdi. O'zi $300 bo'lsa, $750 chiqib ketganligi uchun men yopib qoldim. Lekin ko'rib turganingizdek, birinchi tepasini yechdi bozor. Ikkinchi tepasini yechdi. Ana keyin bozor tepaga yana harakat qildi. Tepaga kelib turib, tepada o'sha bizda zona bor. O'sha zonaga kelib, u joydan yana oqdi, keyin yana chiqib ketdi. Endi mana bu joyga bitta qarasanglar bo'ladi. Mana bu joyda bozor bitta keldi. Bundoq qilib kelganda bizda mana bu joyda zona hosil bo'lgani, narx tepada yopilgani uchun biz pozitsiya ochgandik. Lekin bu stopimizni yechib qo'ydi. Keyin ikkinchi marta tasdiq berdi. Shunisida mana bu tepagacha usha olishga qaror qildik. Ushadigan. Mana ko'rganinglardek, agar men hozir tepayimni yopmaganimda, ko'rib turganingizdek, tepayimni vaqtida yopmaganimda, men stopni yana bir marta ushagan bo'lardim. Lekin ushamadim. Общий holatda depozitimiz 31.966 ga chiqdi, ya'ni 4 kunning ichida. Kecha mana bu joyda bozor katta profit qildi. Mana 179, 176 tepalar bilan yopildi. Keyin o'sha boya aytganimdek, bu joyda mana 300, 600, 700 atrofida bo'lib ketdi. Shuning uchun tepalarni teparoqqa surib qo'ydim va tepalarni oldim. Bugungi holat bo'yicha ikkita stop va mana bu tepa. Общий bugungi holat bo'yicha 243. Agar 11-sanani 12dan keyingi holatiga qaraydigan bo'lsak, uni bizda bir kunlik foydani o'zi $850 bo'lgan. $850dan $900 atrofida bo'lgan. Oshgan ham bundan. Bugun konkret holat bo'yicha $243 hisoblanadi. Xo'p, endi ko'rib turganinglardek, mana yana o'sha depozit 154, 62, 584 depozitimiz. Real depozit, hech qanaqa soxta depozit emas. Ko'rib turganinglardek, mana har bitta сделкani ko'rsatamiz. Menga katta harakat shart emas. Har bitta harakatim 75 bo'lsa bo'ldi. 75 ni o'zi yetadi menga. Mana bugungi holatda ham ko'rsatib beraman. MetaTrader'da MetaTrader ochamiz. Mana bu ko'rayotganingizdek kechagi holatimiz mana. Kecha mana shu tepa bergan, stopim 1 punkt atrofida bo'lgan. Lekin asl mohiyatda bu yerda mana tepagacha kelgan. Bir tepa, ikki tepa. Bu ham yechildi. Bugungi holat bo'yicha o'zimni pozitsiyamga nisbatan normalni olib chiqib ketdim. Mana bu joyda men bozorga kirganman. Hop. Bunaqani ochamiz, nima ekani. Mana chiqib ketgan joy 50 punkt. O'z aslida teparoqqa qo'ygandim, 60 punktlarga qo'ygandim. Mana hayga qo'ygandim, lekin hayga kutmadim, sababi сделка to'liqligicha yopila olmadi. Mana men bu yerda chiqib ketdim, 47 punktda aslida mana 70 larda chiqishim kerak edi mana. 70 da chiqishim kerak. 7 punktda. Lekin chiqmay, mana bu joyga chiqib ketdim. Sababi bozor yopilishi как положено silga berib oldim. Shuning uchun ham men razvorot holatini ko'rganligim uchun bozordan chiqib ketdim. Menga bugungi foyda yetadi.
Shu har doimgidek ko'rib turganingizdek o'zimizni pozitsiyamizni hammasini oldik. Bugungi bo'yicha yana o'zimiz foydalanamiz yechib, yana boshqa ishlarimiz bilan mashg'ul bo'lamiz.